Lüksimizin devamı, hürmetlik vatandaş. Bugün Çislağa 2021 yıl 3. ayının 4. günü. Sekiz türlük siyaset. Yani Antony Blinken devlet işlakatı oturup koygan 8 türlük siyaset. Jokumluk virosu çekindiriş. İktisatla kayıt okuruş. Demokratik tüzümünü kaydı yanılaş. Köçmeller siyasetini kayıt özgertiş. Dostluk münasebetlerini küçeytiş. Kelimat özgürlüğü takabül duruş. Yukarı pen texnik rehberlik ordunu saklap kaliş. Cungunun xristlerine takabül duruş. Müştəng içinden sizin bizden hemimizin işi var Cungunun xristlerine takabül duruş. Devlet işlakatı Antony Blinken mundaq görsetti. Bularning hemmisi intayin ciddi özgertirilgan taraqqiyatlarga erişilgan sahalardır. Bularning hemmisi o'xshashli Prezident Joe Biden'ning diplomatik siyosatining aks ettirilişidir. Yani bir mavzu hürmetli vatandaş. Aksaray devlet bexatarlik strategik siyasetini e'lon qildi. Jungo universal devlet kuchi bilan xalqaro tuzumga raqobat e'lon qila oladigan birdan-bir davlatdir deb ko'rsatildi mavzuli xabar. 3. ayning 4. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Aksaray Devlet Bexatarligi Komiteti haftaning 3. kuni. Çarşamba 3. ayning 3. kuni. Prezident Joe Biden hükümetinin devlet bexatarlik stratejisi o'ttir mezgillik ko'rsatkichi dokladini e'lon qildi. Bu siyaset barliq fursatlarni ching tutib, Amerikaning ichki tashqari ustunligini yaxshilash deb ko'rsatildi. Devlet bexatarligi yig'ini mundaq ko'rsatdi. Bu stratejik siyaset Prezident Joe Biden'ning dunyo bilan uchrashishning kelgusi manzilisidir. Amerika bexatarlik organlarında devlet bexatarlik yetakchi iddiasi bilan ta'minlaydi. Bu doklad zo'ravon devlet jungo yoshirin universal devlet kuchi bilan xalqaro sistemga xres e'lon qildi. Xres e'lon qildi yoki xres e'lon qilgan raqobatchidir deyildi. Haftaning 3. kuni o'tkazilgan Aksaray axborot e'lon qilish yig'inida Aksarayning bayonotchisi Pisaki mundaq ko'rsatdi. Bu bir parcha strategik siyaset devlet organlarini bir nishon bilan ta'minlaydi. Umumiy yuzlik devlet bexatarlik siyasetini tuzib chiqish 2021 yilning oxirida tugallanadi va doklad e'lon qilinadi. Dokladda mundaq ko'rsatildi. Erkin jamiyat ishki jihatda chiriklishidi. Tengsizlik, adolatsizlik, ishki qutubga bo'linish, davlat qo'shqisi ideyalari qonun bilan boshqarishga yetib kelgan. Erkinlikka qarshi xarajlar va hokazo. Yuqumliq virus elib kelgan ko'rsiz. Millatchilik, yerlik manfaatparastlikni tizlatdi. Her bir devletinin öz holatini shakllantirdi. Hammamiz yetim bo'lib qoldik. Gullanish azaydi, bexatarlik azaydi. Dokladda mundaq ko'rsatildi. Millatchilik to'lqiniga duch keldik. Demokratiya chekindi. Chunki Rossiyada zo'ravon davlatlar kuchi o'zliksiz o'sdi. Texniki inqilobi bizning turmushimizning har qaysi taraflariga ta'sir ko'rsatyapti. Xarajlar mislsiz ko'paydi, fursat ham mislsiz ko'paydi. Prezident Joe Biden bu dokladning kirish so'zida mundaq ko'rsatdi. Amerika olg'a ilgarilashi kerak. Davlat ishida tugilib qolmasligi lozim. Bütün dünyada Amerika'nın devlet gücünü ko'rsatish lazım. Tahdid Amerika'ga yetib kelmasdan burun joyida jemaqtirishimiz kerak. Ama gap qaltis gap ekan. Tahdid Amerika'ga yetib kelmasdan burun joyida jemaqtirishimiz kerak.
Cahildiler demek duruşumuz gerek. Dokalatta mındak görüşüldü. Prezident Biden hükümeti Hong Kong, Uyguristan, Şinjan, Tibet işleri cihette demokratiyada çeң turdu. Kişilik hukuk ve kadir kımmeti çeң turdu. Hazır biz buruluş noktasında turvatımız dep görüşüldü. Dokalatta.